Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan 2025-yilda amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. 2025-yil davomida qishloq xo'jaligi sohasida qonuniylikni ta'minlash maqsadida 117 mingdan ortiq nazorat tadbirlari amalga oshirildi. 17853 ta tekshiruv o'tkazildi. Tekshirishlar davomida aniqlangan qonunbuzarlik holatlari bo'yicha 9000 ga yaqin ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Qonunbuzarliklarning oldini olish va profilaktik tadbirlarni kuchaytirish maqsadida tegishli tashkilot va idoralarga 5486 ta taqdimnoma, 91342 ta ogohnoma yuborildi. Shuningdek, 3322 ta material sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi. 2025-yilda qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni muhofaza qilish va ulardan maqsadli foydalanish ustidan 7872 ta nazorat tadbirlari amalga oshirildi. Nazorat tadbirlari davomida 6978 ta holatda qonun buzilishlar aniqlanib, 2040 ta ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. 2627 ta material sud va huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi. Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda 2890 ta holatda 445.2 gektar maydonda qonun buzilishlar aniqlangan. Natijada yerlarni o'zboshimchalik bilan qishloq xo'jaligi muomalasidan chiqargan jismoniy va yuridik shaxslarga 259.2 milliard so'm miqdorda zarar hisoblangan. Eng ko'p uchragan holatlar 2537 ta holatda 280 gektardan ziyod maydonda yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab, qurish ishlari aniqlangan. 269 ta holatda ruxsatsiz qurilish, 83 ta holatda unumdor tuproq qatlamiga zarar yetkazish holatlari aniqlandi. Shuningdek, 2025-yilning 6-may kuni O'zagroinspeksiya va O'zbekkosmos agentligi o'rtasida hamkorlik bitimi imzolandi. Ushbu bitim doirasida kosmik monitoring natijalaridan foydalanilmoqda. Bu orqali qishloq xo'jaligi yerlaridagi qonun buzilishlar tezkorlik bilan aniqlanib, O'zagroinspeksiya xodimlari tomonidan har bir holat joyiga chiqqan holda o'rganilmoqda. O'zbekkosmos tomonidan 2025-yilda O'zagroinspeksiyaga qishloq xo'jaligida noqonuniy qurilish holatlari ehtimoli bilan bog'liq bo'lgan 19515 ta holat bo'yicha ma'lumotlar taqdim etildi. Hududlarda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida 579.6 gektar qishloq xo'jaligi yerlarida 13878 ta, ya'ni 58% holatda qonun buzilishlar aniqlandi va tegishli ta'sir choralari qo'llanildi. Qishloq xo'jaligi ekinlari urug'larini yetishtirilishi sohasida 122 ta tumanda 3875 ta xo'jalik ishtirokida o'tkazilgan tanlovlar nazorat qilindi. Natijada 33 ta subyekt urug'lik yetishtirish huquqidan mahrum etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda 5459 ta subyektga tegishli 165.7 ming gektar urug'lik maydonlarida 4 marotaba monitoring o'tkazildi. Natijada 4.9 ming gektar maydonda urug'lik agrotexnik tadbirlar buzilganligi aniqlanib, urug'lik hisobdan chiqarildi. 126 ta tumanda tashkil etilgan aprobatsiya komissiyalari tomonidan 4371 ta urug'lik yetishtiruvchi subyektning 159.8 ming gektar maydonda nazorat o'tkazildi. Natijada navdorlik talablariga javob bermagan 34.9 ming gektar maydon yaroqsiz deb topilib, sifatsiz urug'liklarning jamg'arilishi oldi olindi. 2025-yil hosildan 663 ta urug'lik jamg'aruvchi korxona tomonidan 295.8 ming tonna urug'lik materiallari qabul qilinishi va saqlanishi nazorat qilindi. 115 ta qayta ishlash sexida 232.6 ming tonna urug'likni qayta ishlash jarayonlari nazorat qilib borildi. 2025-yilda 40 ming tonna urug'lik chigit, 233.6 ming tonna don, 245 ming tonna kartoshka va 3.8 ming tonnadan ortiq boshqa ekinlar urug'liklari sertifikatlanib, foydalanuvchilarga kafolatlangan holda yetkazib berilishi ta'minlandi. Shuningdek, 683 ta urug'lik tarqatish shoxobchalari orqali fermerlarga urug'liklar tarqatilishi ustidan nazorat o'rnatildi.
Nazorat tadbirlari natijasida 7,8 ming tonna sifatsiz urug'liklarning ekish uchun realizatsiya qilinishiga yo'l qo'yilmadi. Paxta xomashyosi, don va uni qayta ishlashdan olingan mahsulotlardan foydalanish ustidan nazorat qilish sohasida qat'iy nazorat o'rnatilgan. Jumladan, 2025-yil hosildan jami 2,9 million tonna don qabul qilinishi nazoratga olinib, 1,7 million tonna vaqtincha saqlash, 1 million tonna davlat resursiga va 228 ming tonna urug'lik uchun yo'naltirilishi ta'minlandi. Import qilingan 869.138 tonna don va 103.456 tonna un sifati tahlil qilinib, 3.635 ta xulosa berildi. Nazorat tadbirlari natijasida 30.928 tonna don tabiiy kamayishi prognoziga nisbatan iqtisod qilinishiga erishildi. Paxta va don qabul qilish mavsumlarida O'zagroinspeksiya tomonidan tashkil etilgan arbitraj guruhlari tomonidan nizoli holatlar joyida bartaraf etildi. Jumladan, don qabul qilish bo'yicha 586 ta va paxta xomashyosi bo'yicha 635 ta nizoli holat arbitraj guruhlari tomonidan ko'rib chiqildi. Nizolarning asosiy qismi fermer xo'jaliklari foydasiga hal etildi. Ichki bozorni sifatli un va yog' mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida 97 ta tadbirkorlik subyektlarida un ishlab chiqarish quvvatlari va texnologik jarayonlar o'rganildi. Shuningdek, 65 ta yog' moy korxonasida nazorat tadbirlari o'tkazilib, 42 tasida texnologik jarayonlar belgilangan talablarga muvofiq emasligi aniqlandi va aholiga sifatsiz paxta yog'i yetib borishi oldi olindi. Qishloq xo'jaligi texnikalaridan foydalanishni nazorat qilish sohasida 2025-yil davomida 38.347 ta qishloq xo'jaligi melioratsiya va yo'l qurilish texnikalari davlat ro'yxatidan va qayta ro'yxatdan, 172.618 ta texnika yillik texnik ko'rikdan o'tkazildi. 51.897 ta texnik pasport, 32.790 ta davlat raqami belgisi, 9.346 ta texnik guvohnoma hamda 19.206 ta traktorchi mashinist guvohnomasi berildi. 2025-yil davomida 1.327 ta jismoniy va yuridik shaxs murojaati ko'rib chiqilib, ijobiy hal etildi. Raqamlashtirish doirasida axborot tizimlari 16 ta vazirlik bilan integratsiya qilinib, aholiga 11 turdagi davlat xizmati elektron shaklda ko'rsatilmoqda. O'zagroinspeksiya qoshidagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini baholash markazi davlat muassasasining 4 ta sertifikatlashtirish organi va 41 ta sinov laboratoriyasi tomonidan qishloq xo'jaligida xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Xulosa qilib aytganda, O'zagroinspeksiya qishloq xo'jaligida sifat va samaradorlik, qonuniylikni ta'minlash bilan birga aholining oziq-ovqat xavfsizligini kafolatlashga xizmat qilmoqda. Bugungi brifingda sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.